Assalomu alaykum aziz muxlislar. Matematikada milliy sertifikat saralangan misol va masalalar tahlilini davom qildiramiz. 10-geometrik masala. Demak, uchburchak aylana ichida turibdi, tashqaridan urinma o'tkazilgan. Mana bu kesuvchi. BD'si uchburchak yuzini toping deyapti. Buni demak quyidagi usul bilan yechamiz. O'xshashlikdan foydalanamiz. Mana bu yerdagi burchak alfa deydigan bo'lsak, bu ham alfa bo'ladi. Buni biz isbotlaganmiz. Bu urinmaning kvadrati, demak kesuvchi va aylanagacha bo'lgan masofalar ko'paytmasiga teng degan joyda biz buni isbotlab ko'rsatganman buni. Bu masalan oldingi videolarimizda bor. U holda mana bu alfa bo'ladigan bo'lsa, u holda mana beta deydigan bo'lsak, u holda mana buni gamma deydigan bo'lsak, mana bu gamma bo'ladi katta uchburchak uchun. Ikkita burchak teng bo'lsa, o'xshash bo'lardi uchburchaklar. Uchinchi burchagi o'z-o'zidan teng bo'ladi. Va demak uchburchaklar katta uchburchak bilan ABC uchburchak bilan o'xshash mana bu uchburchak. Uchburchak BD'si. Chunki ularda ikkitadan teng burchaklar bor. Uchinchisi o'z-o'zidan teng bo'ladi. U holda ularning mos tomonlar nisbati. Mos tomon deganda nima tushunamiz? Teng burchaklar qarisidagi tomonlar mos tomonlar bo'ladi. ABC'da alfani qarshisida kelinglar, buni x deylik, buni y deylik. Alfani qarshisida katta uchburchakda x yotibdi. Kichkina uchburchakda alfani qarshisida y yotibdi. Katta uchburchakda betani qarshisida 3 yotibdi. Kichkina uchburchakda betaning qarshisida 2 yotibdi. Katta uchburchakda, demak katta uchburchakda gammaning qarshisida 3 plus y yotibdi. Kichkina uchburchakda gammaning qarshisida x yotibdi. Demak, ikkitadan olamiz. Mana bu ikkitasini olaman. Oldin. Keyin o'rniga qo'yib yuboramiz. Mana ikkitasini olsam, demak 2x taqsim 2x teng 3y. Mana ikkitasini oldim, endi u tomondagini olaman. 3 taqsim 2 teng 3 plus y taqsim x. Bundan demak x teng 1,5y qo'yib yuboraman x o'rniga. Mana bu 1,5 bo'lar ekan. Demak 3 taqsim 2 bo'la qolsin mayli. Teng 3 plus y. Mana bu yerga qo'yib yuboraman. Demak 1,5y qo'yib yuboraman. Mana 1,5y. X o'rniga ko'paytirib yuboraman. Ko'paytirib yuborsam x teng 1,5y. Buni ko'paytirib yuborsam 4,5y. Teng 6 plus 2y. Bundan 2,5y teng 6 bo'ladigan bo'lsa, y teng 2,4 bo'ladi. Y ni o'rniga 2,4 qo'yadigan bo'lsam, x ni qiymati 3,16 ga teng bo'ladi. Endi so'ralayotgan uchburchakni mana bu yoqqa qirqib olaman. Demak, mana bu 2 bo'ldi. 3,16 bo'ladi, uzr. 3,16 bo'ladi. 1,5 ko'paytirsak, x bizda 3,16 bo'ladi. Mana bu tomon 2,4 bo'ladi. Endi buni xohlagan usuldan foydalanib topish mumkin. O'zini juda bo'lmaganda gerondan topsak ham bo'ladi yoki burchaklar yordamida topish ham mumkin buni. Mana bu yerda burchak topib ol. Keyin mana bu yerda ham shu burchak yordamida ham topish mumkin. Asosiysi mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.